Assalomu alaykum aka. O'zingizda ham kamchiliklar bormi? O'zingizga ko'rinadigan. Meni hozirgi bilimim bilan qaraganda ko'rinmayotgan kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin to'g'rilagan kamchiliklarim rosa ko'p bo'lgan. O'shalardan 4 tasini sanab bermoqchiman. Birinchisi, blogimni endi yuritishni boshlaganda nishalashmaganman. Ya'ni qaysi video ko'p prosmotr yig'sa o'shanga o'ynayverardim. Nima kontent qiladi, umuman qiziq bo'lmagan. Birda motivatsiyani, birda nimadir, yana birda nimadirga yurib ketib qolganman. Va menda maqsadsiz auditoriya yig'ilishiga sababchi bo'lgan. Ikkinchisi buni natijasida kelgan sotuvlarni yo'lga qo'ya olmaganman. Ya'ni menda sotadigan auditoriyam bo'lmagan. Chunki qanaqadir kontentlardan odamlar yig'ilib qolgan, menga maqsadli odamlar yig'ilmagan va ularga taklif qiladigan narsam bo'lmagan va bo'lgan taqdirda ham oluvchilar juda ham kam bo'lgan. Uchinchisi, tizimli ishlamaganman. Ya'ni birda ideya bo'lsa video chiqardi, ideya bo'lmasa video chiqmas edi. Shu bilan nasriyam bo'lganda blogim yurardi. To'rtinchisi, kameradan qo'rqardim. Ishonish qiyin. Hozir bemalol gapiryapsan-ku, deyish qiyin. Bu opit bilan kelgan. Boshida mana shundan yomon qo'rqardim va adabiy gapirardim. Bu narsa meni oyog'imdan rosa chalgan. Va bu narsalarni hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Va men buni boshimdan o'tkazganman. Va juda ko'p odamni to'g'rilashiga yordam berganman va hozir ham mana videolarimda shu narsalarni ko'rsatib boryapman. Sizda kontent planli qilish bo'yicha, kontent ideali yasash bo'yicha problema bo'layotgan bo'lsa, bu bo'yicha maxsus bepul video darslik tayyorlab qo'ydik. Uni olish uchun shu videoni kommentariyasida ideya deb yozib qoldirsangiz kifoya. Faqat obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Direktingizga SMS avtomatik boradi. Agar sizda ham hozir shunga o'xshash muammolar bo'layotgan bo'lsa, videoga bitta like sizdan. Bularning hammasi xudo xolisa o'tib ketadi. Men yo'l yo'rig'ini ko'rsataman.